zo'r qiladigan, tez qiladigan, vibratsiyali ko'tiga tiqib turmaydi. Keyin shu apparat turmaydi. Emas bu apparat. Rezinka qo'g'irchoqlar, Instagramda ko'rdim. Sog'lommisiz? Yoki o'zingizni tekshirtirish vaqti keldi. Barchangizga assalomu alaykum. Siz YouTube olamda Doktor M kanalidan tomosha qilmoqdasiz. Sizlar bilan sizlarning shifokorlar Muhammad. Bugungi mavzu seks igrushkalar, ya'ni seks o'yinchoqlar va internet tarmog'idagi muhokamalarga sabab bo'layotgan seks qo'g'irchoqlar haqida, ya'ni jinsiy aloqa uchun bo'lgan qo'g'irchoqlar haqida gaplashamiz. Qani unda biz boshladik. Seks o'yinchoqlar, ya'ni jinsiy aloqa uchun yoki insonni o'zi sun'iy qoniqtirish uchun paydo qilingan vositalar. Ular miloddan avvalgi va fir'avn vaqtida ham juda keng tarqalgan va bu insonlar ichidagi zino va har xil harom jinsiy aloqalarga sabab bo'ldi. Endi ularning foydasi va zararlari haqida gaplashadigan bo'lsak, sun'iy jinsiy aloqa qiluvchi vositalarning barchasini foydali tarafi pachti yo'q. Bu yolg'iz ayollar yoki bo'lmasam o'sha paytda eridan qoniqmagan ayollar va ayol kishi bilan jinsiy aloqa qilolmaydigan erkaklar o'rtasida keng tarqalgan. Undan tashqari, doim la'natlagan inson turi, ya'ni erkak bilan erkak jinsiy aloqa qiladigan erkaklar o'rtasida ham keng qamrovga ega bo'lgan. Bularni galoboy, galupsi yoki bo'lmasam ko'plar ham deyishadi. Endi bularning zararli tarafi, siz ushbu seks igrushkalarni hozirda zamonaviy turlarini olasiz. Misol uchun orqa prostata massajori deb sotyapti. Bu orqa prostata massajorini misol uchun aytyapman, bu yerda ko'rsataman. Olganingizdan keyin uni hattoki o'zining richaklari bor ekan. O'rta, tez, ham tez, baquvvat yoki vibro bir narsa, yana boshqa. Men bular haqida nima uchun gapiryapman? Sababi bizni insonlarning ichida xuddi shu narsalarni xarid qilayotgan insonlar paydo bo'ldi va buni menga Telegramdan tashlab, mendan hattoki pulli konsultatsiya olyapti. Shu prostata bezi massajori qanday reklama qilinmoqda ekan? Endi ushbu insonning so'zlaridan olib aytaman, sababi men o'zim bu narsaga qiziqmadim va bu haromligi uchun bu haqida hattoki internet tarmoqlarida ma'lumot qidirmadim. Ushbu birodarimizning aytishiga qaraganda, buni maxsus maska bilan smartlik qilib, golovkasini orqa ko't teshigiga tiqib, apparatga qo'yasiz ekan va olatdan suyuqlik kelmaguncha, ya'ni shu prostata so'ti kelmaguncha qaysidir rejimga qo'yib bir kunda bir mahal massaj. Aziz erkaklar, agar sizda prostata va prostata bezi kasalliklarida muammo bo'lsa, mana prostata birinchi video, prostata ikkinchi videosini ko'rsangiz, hattoki davolash xususiyati va qaysi tabletkalar hozirda zamonaviy davolovchanasiga kiritilgani haqida ham gapirib o'tganmiz. Ushbu apparatni so'ngra qo'ygandan keyin prostata so'ti kelguncha vibratsiya holati yoki bo'lmasa impuls holatga qo'yib, uni o't teshigiga tiqib o'ynatgan. Azizlar, birinchi o'rinda bu inson ruhiyatiga ta'sir qiladi. Ikkinchi o'rinda bu galoboizm, ya'ni boyaga aytgan ko'z kasalligini chaqirishi mumkin. Undan tashqari, bu ruhiyatga ta'sir qilish oqibatida ertaga shu massajyorsiz holatingiz ham turmay qolishi mumkin. Prostata beziga massaj qilmoqchi bo'lsangiz, unda urologga borib, uni aytganini qilib va urolog bilan maslahat qilgan holda prostata bezi massajini qilishni tavsiya qilaman. Sababi mutaxassis bilan qilingan maslahat to'g'ri deb o'ylayman. Yana fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Undan tashqari, yana ushbu apparatni bir kunda bir mahal 3 oygacha qo'yasiz. Hurmatli aziz erkaklar, har qanaqa holatda orqa proxoddan kirgan har xil shunday apparatlar keyinchalik sizni jinsiy xohishingizni imенно orqa proxodga olib qo'yadi. Va bu boyaga aytganimizdek prostata bezi va ko'tani ichagi, ya'ni orqa o'sha teshik mashina turgan bo'lsa, mana prostata bo'lsa, mana orqa proxod bo'lsa, mashina kirib uni massaj qilishning oqibatida keyinchalik shuni massajisiz ham olatingiz turmay qolishi mumkin. Shuning uchun aql tarozingizga qo'ygan holda astag'firulloh deb ish tuting. Chunki insonda aql o'zi bilan va har qanaqa sog'lig'iga qilinayotgan tajribalar, bu tajriba deb aytamizda, chunki birorta urologni ko'rmadim prostata bezi massajorini imенно mana seks o'yinchoqlar ichidan tanlab aytganini. Yana yangiliklar bo'lsa sizlar bilan albatta bo'lishamiz. Shuning uchun har qanaqa holatda sog'lig'ingizga befarq bo'lmagan holatda ish tuting va doimiy men aytaman videolarimda insonlar organizmi bir marta yo'qolsa $1 million ga tiklanmasligi mumkin va bu keyinchalik sizning sog'lig'ingiz va salomatligingizga noto'g'ri ta'sir qilishi. Yana qaytaraman, bu geylik kasalligini chaqirishi mumkin. Seks o'yinchoqlar magazinga kirishdan oldin birinchi o'rinda mutaxassisga boruvchilik, seksopatolog, urolog yoki bo'lmasam xachaba terapevt. Chunki terapevtlar juda ko'p keng qamrovga ega bo'lgan mutaxassislar va ular sizni birinchi yordam do'stingiz ham desangiz bo'laveradi. Ana undan keyin mutaxassis bilan, shifokor bilan maslahat qilganingizdan so'ng har qanaqa holatda olib ishlatish kerak. Yana bir xil turi bor ekan, egarga o'xshar ekan, boshqa. Azizlar, o'zingizlarda tajriba qilmanglar, tajriba qo'ymanglar. Chunki prostata bezi va jinsiy a'zolar eng nozik a'zolar. Mana olatni katta qilish haqida ham hattoki haqiqat videoni chiqardik. Keyingi aytadigan narsamiz bu rezinkalik hozirda qo'g'irchoqlar va Instagram tarmoqlarida keng sotuvga va keng nima desa bo'ladi, keng muhokamaga sabab bo'layotgan vositalar haqida gaplashamiz. Ushbu vositalarni internet tarmog'i orqali zakaz qilsangiz, dastavkasi bilan uyingizgacha olib kelaveradi. Puli palon puldan palon. Birinchi o'rinda bu, yana qaytaraman,
tabiiy ayol emas. Ya'ni bu ayol sizning nikohingizda emas. Birinchi o'rinda bu harom. Ikkinchi o'rinda bu jonsiz narsa. Ya'ni robot bo'ladigan bo'lsa ham jonsiz narsa. Uchinchi o'rinda bu sizni his hayajoningizni shustovoit qilmaydi. To'rtinchi o'rinda bu masturbatsiyada teng bo'lishi mumkin. Beshinchi o'rinda shunga bog'liqlik. Oltinchi o'rinda ruhiyatingizga ta'sir. Yettinchi o'rinda keyinchalik siz ayolingiz bilan jinsiy aloqa qilasiz. Undan ham yomoni, siz jinsiy aloqa qilasiz va ushbu rezinkali qo'g'irchoqning ichiga bo'shanasiz. U yotaveradi, mashina yotqizib qo'yasiz, yotaveradi. Xolasiz qo'lni bunday qo'yasiz, xolasiz bunday qilasiz, xolasiz rakim, xolasiz bokim, xolasiz oyoqni ko'tarib jinsiy aloqa qilasiz. Rezinkani qilasiz. Bundan bir ovozi chiqadi, na bir his hayajoni bo'ladi, na bir sizga ertaga choy damlab keladi boshqa. Simbolik zino qilyapsiz. Qo'shildingiz, bo'shandingiz. Endi yana o'sha qo'g'irchoq ichiga bo'shanganingizdan keyin uni yana o'zingiz olib borib yuvib tozalaysiz. Undan tashqari siz bo'shanganingizdan keyin uni 100% tozalay olmaysiz. Rezinkaning ichida qanchadir foiz spermani shunaqa bir hujayralari yopishib qoladi. Shilimshiq bo'ladi, chunki sperma yopishqoq bo'ladi. Va keyinchalik yana siz shunga jinsiy aloqa qilish oqibatida ushbu rezinkali mikrofloraga infeksiyalar va sizni jinsiy aloqa qilayotgan vaqtingizda ushbu tayyor bo'lgan mikroblar uretra yo'lingizdan tushib qo'shimcha kasalliklar chaqirishi mumkin. Uretrit, prostatit yoki siydik chiqarish a'zolari sistit. Bu ikkinchi yomon. Uchinchi yomon tarafi hattoki hozir internet tarmog'ida juda ko'pchilik olimlar o'zini fikrini bildiryapti. Ya'ni bakalashkaga suv bo'lsa, ushbu suv issiqda qolgan bo'lsa uni ichmaydi. Siz buni tabiiy yo'l bilan o'zingiz olatingiz bilan qizdirasiz bu rezinka. Qizdirganingizdan keyin mana sizga yana bir zarar. Bundan tashqari bu zino. Bundan tashqari ertaga sizni bu qo'g'irchoq hashpashligicha eskiradi, boshqa bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, bu ko'rib qoladi, ustingizdan kuladi, yana battar bo'ladi. Tabiiy yo'l bilan, halol pok ahli ayolingiz bilan qilingan jinsiy aloqaga hech narsa yetmaydi. Chunki bu birinchidan to'g'ri, ikkinchidan meditsina ham faqat to'g'ri yo'lni tanlaydi. Endi siz ushbu qo'g'irchoqlarni kimgadir maslahat beryapsiz. Kimgadir maslahat berishdan oldin yoki bo'lmasa ushbu videoni Reels'larda o'sha Instagramda Reels'larda kimgadir ulashishdan oldin ikki hissa o'ylab ko'ring. Ertaga buni ruhiyatiga yoki asabiga ta'sir qilib qo'ymayapsizmi? Bundan tashqari azizlar, rezinka narsa, qo'g'irchoq narsa hech kimga bir yaxshilik olib kelganini bilmaydi. Ya'ni jinsiy hayot narsa. Yosh bola o'ynaydigan qo'g'irchoqlar bundan mustasno. Chunki erkaklar yaxshilik, yetaklar gapiradi. Bizni sohadagi jinsiy aloqa qiladigan qo'g'irchoqlar bu jonli sarar. Bugungi video manfaatli bo'ldi. Har xil internet tarmog'ida prostata bezi uchun massajga deb sotilgan o'yinchoq va seks igrushkalarni olishdan oldin albatta mutaxassislar maslahat. Rezinkali qo'g'irchoqlardan uzoqroq bo'ling. Sog'lom hayot, sog'lom aql, sog'lom tana. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xayr.